Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz obunachilar, kuzatuvchilar, mana shu 200 katalizatori erib ketgan ekan. Buni koreys kishilar yaqinda sotib olgan ekan. Yoshi ulug' insonlar mazax minamiz degan edik. Mashina umuman ko'nglimizda yurmayapti, chek yonib, qaltirab qolyapti deb olib kelgan edi. Katalizatorni ichganimizda mana bunaqa yonib ketgan ekan. Katalizatorlarni endi biz Euro 6 katalizator qo'yib beramiz. Bu zavodskiy Euro 4 bo'ladi. Okeylar, Euro 6 katalizatorlar vashi probegi ko'proq bo'ladi, eshiklari yirikroq bo'ladi. Umuman mashinani bo'lmaydi, rasol ko'payib ketmaydi, mana bunaqa erishlar bo'lmaydi. Ko'rib turibsizlar, ham yirikroq bo'ladi o'zini katalizatordan ko'ra. Mazzaq yuradi. Xullas kalom, liboy mashinaga katalizator problemasi, chek yongan, rasul ko'paygan, mashina bo'g'ilgan holatlar bo'lsa, ko'rib turganlaringizdek Euro 1 dan Euro 6 gacha va dizelka mashinalarimizga ham katalizatorlar bor. Podpiskalarga esdan chiqmasin, olinmasdan aloqaga chiqinglar. Sensorni dashlarni yuvib katalizatorlarni pravka qilib beramiz okalar. Yoki mana bunaqa sportiniy qiziqishlar bo'lsa, polniy trassalar, sportiniy programmalar, stage 1, 2 va popkorn. Aloqaga chiqinglar, podpiska, like.